Уже issiq kunlar ham keldi. Bozorlarda eng narx ko'tarilib ketadigan narsa konditsioner bo'ladi. Eng zo'r brend konditsionerini eng arzon narxda ko'rsatamiz. Hop, konditsionerimiz Citronic 12 talik inverter motorli bo'ladi. Ko'rinishlari shunaqa holatda oppoq matvi qilib ishlangan bo'ladi. Ichlari ham polностью golden fin qilingan, anti-korroziyaga moslashtirilgan bo'ladi. Motor kompressori GMCC Toshiba bo'ladi. Tokiladi 40% gacha o'zi ekonom qilib ishlab beradi. Bunimizning funksiyalariga keladigan bo'lsak, o'zida 3D obduf bo'ladi, 3 tomonga havo haydab beradi, samachistка bor, o'zini o'zi tozalaydi. Bunimiz o'zida yana qo'shimchasiga iFill funksiyasi bo'ladi. Bu funksiya nima vazifani bajaradi? Sizlar qayerda turgan bo'lsanglar, o'sha yerdagi xonaning haroratini sezadi va shunga qarab sizlarga mos holatda havo haydab beradi. Eng e'tibor beradigan joyi, qolgan konditsionerlarda uchramaydigan joyi, fenda ham, agregatda ham qo'shimcha isitish teni bo'ladi. Bu sizlarga qishda ham zo'r isitib berish imkoniyatini beradi. Bu original mahsulotimizning garantiyasi ham bor. 5 yil ofitsial servis tomonidan garantiya beriladi. Bunimizni o'tgan yil $390 dan $450 sotganmiz. Hozir skidka narxda $335 dan xarid qilsanglar bo'ladi. Faqat soni cheklangan bo'ladi. Nomerlar pastda bemalol nomerni olib telefon qilsanglar bo'laveradi.